Hürmetli vatandaş, bizden ikinci katımlıklık siyemiz muhakememiz. Bu muhakemenin mavzusu vatandaşım Ömer Kanat Efendi bilen söhbet. 5. Bundan avvalanda Rumiye'nin Nazari degan torbiyeti bilgen kelgen bir haberde vatandaş nemi değildi desiniz aldığımızdaki 5. ay çünkü Kompartiyası aytqanda devir bölgüç ay buludu. Anda onun qo'shimcha qo'ygan bir cümle hürmetki sazovor bo'lgan kishi. Yani Cumhurbaşkanı'nın reis Xi Jinping'nin fitrep duralishi qanchalik, onun ömrü endi qanchalik. Yoki hokimiyatning ömrü endi qanchalik. Mushunda savol qo'yibdi. Ve 5. ay haqiqatan hozir ikki cho'ng diplomatik harakat bor. Diplomatiya faoliyati birinchisi reis Xi Jinping'nin Vengriyaga ziyorat qilishi, Avropa, Fransiyani ziyorat qilishi. Fransiyani o'zingni yaxshi bilasizlar, bu davlat buyuk davlat. Orliqda Ukraina askar avatiman degan edi. Deganidek shu orliqda turibotdi. Masalan, Yevropaning Ukrainaga bog'liq taqdiridan ansirayotgan bir davlatga aylandi. Orliqda ishkilandi degandi bu. Yevropaga ziyorat, andan Prezident Vladimir Putinning Jungo ziyarati. Bu endi hal qiluvchi ziyorat tunigan dedik. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungoni ziyorat qilgandan keyin Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin Jungoni ziyorat qildi. Bu yerda vaqt jihatdan zada qanday bog'lanish va vaqt jihatdan bog'lanishda bo'ladi ekan, bu yerda mazmun jihatdan bog'lanish bo'ladi. Endi meni Ömer Kanatga söhbet 5. qatim deganim 5. ayning 2. kuni Ömer Kanat Efendi Dünya Uyg'ur qurultayi qurilganligining 20 yilligini tabriklaydi. Bundan keyin bu tabriklashdan keyin yoki aldakayinida o'zi tayyorlagan boshda aytgandek kelaqi nima Turkiston besevelingan zimin deydigan mushundaq bir hujjatni bir dokladni tayyorlabdimiz. O dokladda nemi yezildi, o hüccetki nemi değildi. Hiç kim kömedi bunu vatandaş. Şu töt adamın yoki şu qurultaychilarning o'zining hareket çemberge dairesinde buluvatgan işmi? Bunu siz bilen biz bilenmeyimiz. Uyg'urning meselesi nemi ekanligi to'g'risida har xil sodda qarashlar, tentak qarashlar, nima qora quti nada? Qora qutiga bog'lab qoldik, hujjat nada? Ey kalva! Uyghur meselesi kimden yan çıkıdı? Nime kara kutu bo'ladi kalva? Uyghur meselesi Uyg'urni mustamlik qilish meselesi yana birisining yan çıkıdı. Nime hujjat bo'ladi kalva? Maşındaq odamlar bo'ldi kana dunyoda. Mushu orqali nomini chiqarman desang o boshqa gap. Bo'lmasa Uyg'urning tarixiga chaqchaq qilma. Buni men deganim yaqin zaman tarixiga chaqchaq qilma. Ulan da oylab sözler gap degani. Hozir gapim chetdan ketib kechiringlar vatandoshlar. Arasında hozir vaziyat mushundaq keldi. Vaziyatni so'zlab keldik. Bu vaziyat hozir qurultaychilarning bo'sog'usig'imi keldi degan gap. Sizlar yozgan tajovuz qilingan zimin Turkiston Palampuston degan mushu hujjat, mushu doklad zada qandaq mazmunda xabarimiz yo'q vatandosh. Ömer Kanat Efendi, dostum ben sizge arlıqda leksiya sözlep etip, muşu cümle esingizde bolsun degan edim. Esingizde mi? Mesela Amerika Qo'shma Shtatlarining bazı ayrim şirketleri Uyg'uristondagi mecburi emgak faoliyatlariga mablag' soldi. Bu mablag' solish to'g'risida hozir Davlat Majlisi Avam palatasi Favqulodda raqobat komitetining ma'muriy raisi Raja Krishnamurti shundaq dedi. Masalan bu şirketning ba'zilari biz qonunli tijorat qilyapmiz dedi. Yani ba'zilari biz qonunli tijorat qilyapmiz, lekin biz arzularga mablag' solmaymiz dedi. Buning ma'nosi nima Ömer Kanat Efendi? Biz qonunli savdo qilyapmiz, lekin arzularga mablag' solmaymiz. Nima degan gap Ömer Kanat Efendi? Oylab baktınızmı bu gapning ma'nosini? Siz hozir tayyorlagan doklad yoki hujjat, beşvelingan zimin degan hujjat va dokladda
Ömer Kanat Efendi hemminglar kollektiv aldı. 1945-yili Uyg'urlarning 100 ming kishilik Milliy ozodlik armiyasi Manas daryosi bo'yida nima ish to'xtab qoldi deb savol qo'ya oldingmi? Shuna savol qo'ya oldingmi Ömer Kanat Efendi? Bugun har kuni tayyorlik qilaman deyman, har kuni tayyorligim to'liq bo'lmay qoldi. Meni kechiringlar vatandoshlarim. Shuna savol qo'ya oldingizmi Ömer Kanat Efendi? Mana ko'z qo'yayman jonim ukam. Mana qarab turing ha. Men bu kitobni tarjima qilib qaytib kelib Amerikada siyosiy panohda qoldim. Yana boshqa sabablar bor. Qo'l qilish tahdid ishda Amerikada siyosiy panohda qoldim. Hozir ba'zi qariqlar Amerikaga kelib qanday siyosiy panohda qoldik deb savol qo'yapti-da. Bu kitobning ismi Ittifoqdoshlar va raqiblar. Raqiblar va ittifoqdoshlar. Bu kitobning yozilish tarixi asli Amerika Qo'shma Shtatlari, Georgia shtati Universiteti tabiiy fanlar kafedrasida siyosat fakulteti. Tabiiy fanlarda siyosiy fakultetlarni bilmadim, shu siyosiy fakultetni tabiiy fanlar kafedrasi siyosiy guruhimi? Siyosat guruhini bilmadim. Shu yerda professor Amerikalik tarixchi yozib chiqqan kitob Ömer Kanat Efendi. Meni so'zlab qoldiraman, mush kitobning ichida gaplar Ömer Kanat. Bir narsa qo'shqinim yo'q, bir narsa olg'inim yo'q. O'tgan dedim, 80% mush kitobdagi material, 20% meni tasavvurim dedim. Chunki siz bu kitobni o'qiydi ekansiz, tasavvur o'zingizning ishidagi. Men yana sizga shu ikkinchi qatim yana shu savolni qo'yay. Boshda nima deyildi Ömer Kanat Efendi? Biz qonunliq savdo qilyapmiz. Ikkinchi biz orzularga mablag' solmaymiz. Orzularga mablag' solmaymiz. Uyg'urning Milliy ozodlik armiyasi 1945-yil 10-oyda Manas daryosi bo'yida to'xtab qoldi. Uyg'ur orzu bilan yashab harakat qila olmaydigan millat emas. Mustamlikchi yoki Tijimal Shingsisayning armiyasi yollanma. Gomindangning armiyasi 41-yili tajovuz qilib kirgan Gomindangning muntazam armiyasi. Mushularga qarshi kurash qilib, mustamlika urushi qo'zg'ab Uyg'urlar ning armiyasi 1945-yil Manas daryosi bo'yida to'xtab qoldi. Sizlar tayyorlagan dokladda, sizlar tayyorlagan hujjatda beso'ylangan zamin deganinglarda Ömer Kanat Efendi, mushu armiya nima ishga Manas daryosi to'xtab qoldi deb bir savol qo'ydingizmi? Ömer Kanat Efendi, ozodlik armiya, Milliy ozodlik armiya, Uyg'ur armiyasi Manas daryosi to'xtab qolganligining sababini, tarixiy sababini elika savdogar do'stimiz biz orzularga mablag' solmaymiz degan do'stimizga so'zlab bera olishingiz mumkinmi Ömer Kanat Efendi? Sababini so'zlab bera olishingiz mumkinmi? Biz qurol oldik, okopga tushdik, milliy demokratik inqilob qildik. Biz okopga tushdik, qo'limizga qurol oldik, milliy demokratik harakatning bosh nishoni demokratik shaxsiyatchilik. Uyg'ur o'zining milliy ro'yi bilan ish qilish kerak. Uyg'ur o'zining milliy ro'yiga davlat qurishi kerak. Bu inqilobning rahbarlik jarayoni Stalin kontrol qilib oldi Ömer Kanat Efendi, shundaqmi? KGB'ning jasuslarini Uyg'ur inqilobining beshiga chiqarib qo'ydi, shundaqmi Ömer Kanat Efendi? Shu jasuslar orqali masalan Ilhon To'ridek KGB'ning jasuslari orqali inqilobni kontrol qilib oldi. Shu men deyman, Ömer Kanat Efendi shu savdogar do'stingiz topalasiniz, shu kishi gap qilib, biz mushunda ishlarni qilib, Manas daryosi to'xtab qolgan. Buning tarixiy sababi bor. Qo'yinglar, savol qo'yib boqinglar, Ömer Kanat kim to'xtatdi? Uyg'urning Milliy ozodlik armiyasi Manas daryosining bo'yida kim to'xtatdi? Stalinmi? Stalin kim bilan birlashib to'xtatdi? Ömer Kanat Efendi? Manas daryosida Urumchi kirdiga va mustaqillikni Urumchida jakarlaydigan millatning armiyasini Manas daryosi bo'yida kim to'xtatdi? Agar siz kim to'xtatdi? Manas daryosi bo'yida to'xtab qoldi.
Muşinçilik armiya biyada manda bir gap misal kılaylı. Yaponiyada Mukaddes Hanım var ki Yapullah Uygur'un ikinci kıtım kurulan cumhuriyetini itiraf kılmaydı ki Yapullah özü tentek bop koptamış meselede. Sen Yaponiya 31. yıl Manjuriya'ya çıkıp devlet kurdun ha. Şundak tarih bu Yaponiya. Sen Manjuriya'ya çıkıp devlet kurdun. Senin Manjuriya devlet kuruşunu Rusya yaratmadı. Şu vaxtda KGB aralashib Uyg'urning huquqini, inqilob huquqini tatib olib, vujudi qurgan davlatning o'zini Rossiya qurdi deb. Sen uni e'tirof qilishni xohlamasanmi, Yapullah? Shundaq gap qo, mana dedim, Manjuriyada davlat qurish, Uyg'uristonda davlat qurish, o tarafı Rossiya, bu tarafı Yaponiya, nima farq var bu Jahongir davlatlarning o'rtasida? Shundaq hep dunyo ashundaq gap. Yani bir cümle xulosalasam, chetning aralashishi bo'lmay turib, chet elning qo'llashi bo'lmay turib, chet elning yoldan berishi bo'lmay turib, mushu dunyoda hozirgi dunyoda putirib tura oladigan ikkinchi bir davlat Amerikadan boshqa yana ikkinchi davlat bormi? Amerika, Angliya, Fransiya, Germaniya deganlar bular boshqa davlatlar. Dünyada o başka muamele kılışı gerek boğan devletler, dereceden taşkara devletler. Ondan başka asallık millet, bu çok millet, küçük millet digellerge, çet elden birisi arlaşmayı durup devlet kuralığa kaydı mı Ömer Kanat Efendi? Yok. Şuna bugün benim sizge koyduğum sualı Ömer Kanat Efendi, siz koyuyorsunuz. Ben sizge koyma, siz bu sualını hele ki, Sodigar dostumuz mesela, Avam Palata Favqulodda Komitetining ma'mur raisi Raja Krishnamurtiga qo'ygan bergan javobida biz qonunliq savdo qildik. Biz arzonlarga mablag' sanmaymiz. Mana shularga siz savol qo'yib, endi Umar Qanot Efendi Uşrab qalğa yeriniz berib taxmin izlab tepib savol qo'ysangiz taxmin katta bo'ldi savol qo'yib 1945-yili Uyg'urning 100 ming kishilik Milliy ozodlik armiyasining Manas daryosi bo'yi to'xtatib qo'ydi. Kim? deb savol qo'ying Umar Qanot Efendi. Kim to'xtatib qo'ydi deb. Bu armiya Urumchiga 50 kilometr yo'l qadam qilgan edi. Kim? Kim to'xtatib qo'ydi? Yana bir savolim bor. Diqqat qiling Umar Qanot Efendi. Mana shu kitob do'stim, marhum do'stim Osmonjon Saud bilan birga tarjima qildim. Shuning uchun shu kitob uchun menga berdiganligi docent, consent, monsent degan unvon nima bermadi. Yozgan edim iltimos, unvonga iltimos yozgan edim, unvonni bekor qilib o'tdi. Menga bermadi, unvon bermadi boshqa. Men bile bir septe, bir yolda, bir mektep işleyotganlarning hammasiga unvon. Dotsent deydi, professor deydi, doktor ashtiraydi berib, Jungo Kompartiyasi menga unvonmi bergan yo'q Umar Qanot Efendi. Shu bedellarni to'lab Amerikaga kelib, mana sizlar faoliyat qiladigan zaminni yaratdik Umar Qanot Efendi. O'zimiz bo'lsa, nerede qoldik? Kash vazirda qoldik. Uyg'urlarda bir maqol tamsil var, kötek yağan palta talada qaptu deydigan. Sebebi nima? Siyasetning egirligi. Siyaset degan bu hukumning vaznining bek egirligi. Umar Qanot Efendi yaman egir degan gap. Ko'rdingizmi? Mushuningda menga berdigan dotsentlik unvoni bor. Amaldan qolganda keyin vatandoshlar bu to'g'rida fursat bo'lsa yana bir nazariya so'zlab aydınlaştırımız. Benim demekçi boğunum Ömer Qanot Efendi. Siz şu sualını koyup bakın. Muşunun yani inçki bir detal var. Şunu aytıp buraya Ömer Qanot Efendi. Yani şu 45. yıl mesela 2. ayının 11. günü 45 yıl yaltıcığına ahırlaşkan değil ki Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Trump'ның muavini yani muavin prezident Henry Wallace Washington'dan Moskvaga uçtu. Moskvadan asli qoida bo'yicha yangi Dehliga uchishi kerak Umar Qanot Efendi.
Yeni Dehli'den Gomindan'ın şehri Chongqing şehri yani Gomindan hükümeti yerleşken Chongqing şehri giriş gerek. Bırak. Muavin Prezident Henry Wallace Moskova'dan Ürümçi'ye Uyguristan'ın payitahtı Ürümçi'ye düştü. Ürümçi'den çünkü Gomindan Partiyası'nın payitahtı Chongqing şehri uçup geldi. Bu ne? Muşu kitapta John Garber efendi muşu sefer yolunu, avatsiya yolunu yani bir Amerikalık yokurdacılık emeldarının bir mihmanının muşu avatsiya yolunu şunda dedi ki Moskova'dan Ürümçi'ye düşkenlik Henry Wallace muavin prezidentinin Chongqing'da turgan Gomindan hükümetiga cilve kılışı yani cilve körüstüşü. Bunun ma'nosi nima? Ömer Kanat Efendi? Bunun ma'nosi nima Ömer Kanat Efendi? Ben bu yerda yeyishmay. Siz Ömer Kanat Efendi. Uçuruş qolganda savdogarlar masalan qonun orqali savdo qilyapmiz. Anadan keyin arzolaga mablag' sanmaymiz degan savdogar do'stlarga mushu hikoyalarni so'zlab qo'ying. Bo'ladi. Savdogarlarning, savdo jamiyat shirkatlarining siyosati u o'zining o'zining siyosati bo'ladi. Bu g'arb dunyosi yani erkin davlatlarda. Biz Amerika Qo'shma Shtatlarining bugun endi bu Uyg'urning kishilik huquqi va Uyg'urni genosid umumiy so'yqirim qilish masalasi bo'yicha Uyg'urga diqqat qilish, Uyg'ur ko'ngil bo'lishini talab qilib kelyapmiz. Ham Amerika Qo'shma Shtatlarining shunda qiladiganligi ishimiz. Mutlaq ishimiz, vatandosh. Shunda ishimiz Ömer Kanat Efendi siz ashularni savol qo'yib degandek. Masalan, jilva degan so'zning ma'nosi nima? Shuni tushunsangiz, nima ishdi bu deb qolasiz. Bu kitobni o'qimaysiz. Men sizga ishonaman Ömer Kanat. Sizning bunday kitoblarni o'qishingiz bu mumkin emas. O'qigandami tushunishingiz ham mumkin emas. Sizda undaq yuqori ma'lumot yo'q efendi. Kechiring. Meni buning uchun kechiring efendi. Shunga hozir ata 5-oyning 2-kuni ham hujjatinglarni e'lon qilasizlar. Masalan, Besavelan zaman degan atalmish. Ham 2-kuni 20 qurultayning qurilganligini xotirlaysizlar, xotirlanglar. Albatta arziydi Uyg'ur degan gap bor, uning beshida Uyg'ur qilayotgan faoliyat degan gap bor. Tushundingizmi Ömer Kanat Efendi? Ben shuni qo'llayman, Uyg'urning faoliyatini qo'llayman. Uyg'ur gap bo'lsa bo'ladi, boshqalar emas. Chunki bugun dunyo Uyg'urga ko'ngil bo'ldi, Uyg'urning ishi bu. Boshqalar tegishli nasiblarini elib bo'ldi, hech qanday haqqi yo'q Uyg'urda. Uyg'urning ishi bu Ömer Kanat Efendi. Shunga men sizlarni qo'llayman, qurultaychilarni qo'llayman. Lekin bu qatim mushu so'zlagan musohbatlar jarayonida natijalar to'g'risida doklad tayyorlaganda so'zlanglar-yu, lekin ehtiyot qilinglar. Ömer Kanat Efendi. Bilamda men bugun tayyorligim yo'q edi bu to'g'rida. Ya'ni shunchalik so'zladim, mazmun yetkazib bera oladimmi yo'q? Buni keyin so'zlashimiz Ömer Kanat Efendi. Men sizga qo'ydigan savolim mendan elib siz boshqa tarafga qo'ydigan savol Uyg'ur armiyasi, Azadlık Armiya, Milliy Azadlık Armiyasi 45-yili 1909. Nemishqa Manas daryosida to'xtab qoldi. Andan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining shu vaqtdagi muavin prezidenti Henry Wallace Moskvadan Ürümchiga tushdi. Buni yozg'ish uchun Garber Efendi jilva qildi. Asli havo yo'llari Moskva, Yangi Dehli, Chongqing. Bu qatim havo yo'llari o'zgartirildi. Moskva, Ürümchi, Chongqing. Ömer Kanat Efendi.